Hem de yeni bir mesele şu. Xitay rejimi, Xitay baylarının dünya miqyasidagi mal mülkünü, kirim manbalarini teftiş qilishga başlagan bo'lib, 2000 yıldan hazırgacha bo'lgan hisobotlar nishonlangan mazkur tekshirishlarda ba'zi kishilarning bank hisobotlarının to'ntib quyilganligi haqidagi bir xabar chiqdi bu hafta. Bu xabar albatta Xitoyning ichidagi baylarni albatta Xitoy qurishig'icha bildi hamma narsani digitallashtirayotgan Xitoy hamdi bu. Bu asaslık nişanmı şu sırtqı çıkıp ketayotganmi şu Xitoyning puldarlarının baylarınınki bunu ta 2000 yıldan başlap hazırgacha tekshiramiz deb buni chiqarib tamdı. Xitoyning 5 ish qaldimi yoki hamda shuni qila olamdi sizcha? Chet eldagi nurg'un Xitoy fuqarolarining shundaq uning banki qo'ygan pul, mal, uy setib olgan uy hamma narsani tekshirib shundan bajay deb bir narsa qila olamdi. Bu sizcha Xitoyningki o'zining siyosatiga zor ta'sir ko'rsatgan bir harakat emasmi bu endi? Nimishqa bunda ehtiyoj tushib qoldi Xitoyning bunga? To'g'ri, ya'ni bu yaqinqi bir necha yildan beri Xi Jinping shu shaxsiy shirkatlar, shaxsiy tijoratxonalarni shundoq kuchlansin deb. Hatto Sharq Turkistonda eng ko'p shuni tashviq qilyapti. Xo'sh. Ya'ni 10 ming, 100 ming shirkatlar qurilyapti, shaxsiy shirkatlar. Ming qursimi Xitoyninki shu iqtisodiy kuchlar kuchninki %90'ı Xitoy Komünist Partiyaning qo'lida. Yani %10 kuchlar shu shaxsiylarninki qo'lida. Xo'sh. Bu bir mesele, yani Xitoyninki hozir tashviq qilayotgan siyosatga xilof bir siyosat. İkincisi, Xitoy Komünist Partiyaninki qo'lida bir tizimlik bo'lishi mumkin. Yani qaysi odamlarni joylay olmayman, ularni joylagan vaqtida shu yo'lsizlik bilan, shu parxo'rliklar bilan, shu yo'llar bilan bularni qanday joylay olmayman degan bir tizimlik bo'lishi mumkin. Va shundaqla bu pulni nereden topding? Misolga birinchi bir pul bo'ldi, cho'ng tijorat qilish uchun rasmiy pul bo'ldi-ku. Xo'sh, xo'sh. O rasmiy pul nereden keldi? Aşağıgacha tekshiramiz deydi. Eğer de tekshirayman deydigan bo'lsa, %99 Xitoyninki bu rasmiy pulning kelishi normal. Yani normal emas. Shuningga bütün Xitoylarni, shu pul topgan Xitoylarni emas, aşağı abaqa tizimlikdagi Xitoylarni joylamoqchi deb o'ylayman. Bu balki shu joyda ichilmoqchi bo'lgan Xitoyninki 5-chi bir yig'ini bor-ku. 20. Qurultayning 5-chi yig'ini. Bu yig'inda nurg'un meseleler so'zlashadigan bo'ldi. Xi Jinpingninki kelgusida, ya'ni kelar yilda shu reislikni davom qilish uchun muhim hamda. Xo'sh. Bu Xi Jinping bek uzun o'tirib ketdi. Hem partining ichida hem de devletning ichida qarshi chiqadiganlar bor. Bo'libmi shu hokimiyatninki sirtida qolganlarninki ve cemiyetinin içinde Xitoy hokimiyatiga, Komünist Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqayotgan norozilik ovozlari ko'payyapti. Chin emas, ama ko'payyapti samjatda. Shuningga bir qism odamlarni shu yo'li bilan joylab yo'qotish. Cho'ng amaldorlarni bir qur tozildi. Belki bunun kimi bir nechilarini yana tozalash mumkin. Ama bir puli bo'lgan adamninki ovozi chin bo'ldi-ku, Xitoyning gibi va yana sayda chirtru deydigan. Shuningga bu ovozlarni yo'qotish, chimiqtirishninki bir yo'li deb o'ylayman. Undan boshqa Xitoy bu keyingi bo'libmi shu 2019da Wuhan virusidan beri Xitoyning iqtisodi yaxshi qarab mamadi. Taraqqiyot tezligimi astalashdi. Bu xalqarada Amerikaning boshlatgan bir tijorat urushi vardı, Soğuk urushi. Onun keyin yaqinda Yevropa Xitoyga qarshi shunday bir Soğuk urushini boshlatmoqchi 9-oyda. Xitoyning iqtisodi bu kuchi shu Yevropa ve Amerika'nın sırtındaki devletlerge ve rayonlarga bağlı kalgan. Meyli Afrika qanchalik cho'ng bir zemin bo'lsin, meyli Asiya qanchalik cho'ng zemin bo'lsin, u yerga ilib borgan mal bu Amerika bozorida, Yevropa bozorida sotqanchilik bo'lmaydi. Xo'sh.
nimacha foyda chetdi. Shuningga Xitoy bu iqtisodning kelgusindagi bu meseleler, misalga Amerika Xitoyning arasındaki bu jiriklikler devam kılıvadıdı. Xitoyninki etraftaki bu hoşum devletler Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar jiriklashyotidi. Bugun bunda bir urush jang bir ahvol paydo bo'lib qolsa, ya'ni iqtisod nachar bo'lib qolsa, o jangni davom qilolmaydi. Shuningga bu iqtisodni markazga yig'ish bir cho'ng bir mesele bo'lyotidi. Ondan keyin bankalar, mayli Merkez Banka bo'lsin, mayli shu nima o'lka banka yoki ondan tövendeki bankalar aşı nurgun şu ticaretçilerge pul nime bergen, kredi bergenler. Bu kredinin ki nurgununu alamayamadıdı. Hoş. Çünkü ticaret yaxşı mamıqandan keyin, iqtisod yaxşı mamıqandan keyin pulni misalga binoga salgan bo'lsa, o bino putmagandan keyin, putgan binomi yaxshi setilmagandan keyin, bankaninki pulini qaytarib berolmagan bankada bir pulninki bir krizi var. Bu krizni iş için bir chatten aslında baylarninki yanchig'idagi pullarni sug'urish, yani birisi aslında bir yolsuzluq, parxo'rliklar bo'lganlar nima pulini elib, yani devletninki azroq bo'lsin bir pulini yig'ib to'ldirmoqchi. Ama bir mesele yana bor. O ben degan Wuhan virüsünden keyin Xitoyninki iqtisodi acizlaştı, turmushlar acizlaştı. Xitoyninki bo'libmi o'ttira töven seviyedagi Xitoylar pullarni saqlashga boshladi. Çünkü kelgusida bir narsa bo'lib qolsa, men pulni xashlayman, o'lsam, shu pullar o'zim ama o'tga yoqaman deydiganlar bor. O pulni xashlangandan keyin Xitoyninki bozori aylanmayotdi. Pul chaqi aylanmayotdi. Aylansa tez aylanmayotdi. Ve bu tezlik devam qilgan sari bu hozir men degan o'rta seviye, töven seviyedagilarninki turmushi nacharlashyotdi. Hozir agarda alarning pulini sug'ursa, alarmi shu kambag'al Xitoylarga o'xshab qoladi. O'z vaqtida Xitoyninki bosh ministri şu Li Keqiang bir gapni degandi. Xitoyning nüfusunun %70'i şu nayda töven seviyede yaşaydı. Ama %60'ı nayda töven seviyede yaşaydı. Yani $100 ile yaşaydı dedi. Yani bu kambag'alchilik devam kıldığan olsa Xi Jinping'e karşı isyanlarınki payda buluşu ve cemiyet karakterlik meselelerinin köpeyişine sebep buluşu mümkün. Burun bu kambag'alchilikda Xitoylar ancha muncha isyon qilgan, ama bu vaqtida Mao batdi, Zhou Enlai batdi, Deng Xiaoping batdi. Bular batdi deganim, bular shu cumhuriyatning qurg'uvchilari. Bularning inovati Xitoylarning orasida. Bularninki haybati hammasi cho'ngdi. Shuni Xitoy jiq qilolmaydi, isyon qilolmaydi. Ama bu da Xi Jinping undaq bir tarixiy arka ko'rinishi yo'q uning. Shuningga bu da isyon chiqib qolsa, bosh qoldirib qolsa, o vaqtida bu jamiyatni bostirish uchun qurolli kuchni ishlatadi. Qurolli kuchni ishlatgandan keyinla bu ish tugmaydi. Xitoyda nurg'un isyonlar chiqdi, qurolli ishlatmay saqchilar tutib, akirib, solab, o bu qildi. Shu keyingi 20 yildan beri. Cho'ng isyonga aylanmadi va jiqadam unutib ketdi buni. Ama 89'da kanlık bir vaka bo'lg'achqa, hozir bütün dünya ve nurg'un Xitoy bunu unutmayotdi. Yani qurolni ishlatgandan keyin bu esirden chiqmaydigan tarixiy yezilgan ahvol bo'lib qoldi. Bu mu Xi Jinping'ninki axirini keltiradigan bir mesele bo'lyotdi. Xitoy şu xalqning pul xashlanlar, yanchuq tiqib qo'ygan, yostiqni ostiga tiqib qo'ygan pulni xashlanlar, oltinni xashlanlar deb tashviq qildi. Bankininki o'simini tushadi. Çünkü bankaga pul qo'ysanglarmi, o'simi tuval bo'lgandan keyin sizlarga foydasi yo'q. Xashlanlar dedi.
ama kütken seviyede bulmadı. Bo'lmadi. To'g'ri. Bu bulmasa iqtisod Çağı ki çakı aylanadi. düşme aslı aylandı. Shu. Bu vakti da Xitayga bu iqtisod chetdan bir zarbe bergen buludu ve Komünist Parti'nin Xitayni boshqarish chetdagi bu meşruiyet deymiz o. Yani kanuni hakkı muşu iqtisod yaxshi bo'lg'achqa, turmush yaxshi bo'lg'achqa. Eğer bu nacharlarsa, takla Komünist Parti'nin muşu boshqarish haqqini mi so'roq tortishga, talash tortishga boshlaydi. Bu vaqtida Komünist Parti'ninki heyvisi, inovatimi asta tugaydi. Yani bu 19. asrın ahirlerinde İngiltere'nin ataqlıq bir siyasyon var. O mu bir tarihçi? O deydi, her qanday hakimiyet ufrab tugaydi deydi. Mutlak hakimiyet mutlaka yani çoğun tugaydi deydi. Yani Xi Jinping aşı yolga qarab minayotgandek turdi. Xo'sh. To'g'ri. Ko'p rahmat. Haqiqatan bu yerdan hozirgacha Xitoydan mehrni o'zlanmayotgan milyonlab pulni yurishtirib turayotgan ba'zi Uyg'urlarga diqqat qilinglarmi? Bir kun ertaga qopsanglar bankka taqib odatda cho'chib ketmanglar yani. Sizlar ishongan Xitoy sizlarni har zaman bir narsa qila oladi.